O'sha hamma rasmga tushadigan joy. Sirus shahri. Kelish taklif qilaman, maslahat beraman. Xo'sh, biz fontanlarga yetib keldik mana. Bu Sochining Sirus shahrida. Qanaqa nima edi? Olimpiyskiy parkda ekan bu. Sirus, Sochining Sirus shahridagi ujinimiz 178 minut kompotlar bilan birga kompot, choy, baliq, makaron, keyin sho'rpami? Nima dedi? Borsh. Dadam oldin borsh ishgan, borsh so'rayapti. Спрашивала. Заходите, попробуйте. Как будто мне не надо, ребят, туда ходить. Руки, ноги окунают. Masaj qilib kerak. Xo'sh, mana bizning mashinamiz. Xo'sh, mashina bilan keladiganlarga birov nega turibdi? Nima qilib turibdi? Boya mana bu joyda remont bo'layotgan joyda so'radimda, mishat qilmayaptimi desam aytadi, "Yo'q, turaversin, bemalol, xijolat bo'lma" deb aytayapti. Ana. Xo'sh, mana bu joyda. Hozir ketdi o'shada. O'sha nariyoqqa nimadirlar qilib ketyapti uni. Xo'sh, bizani gostinitsamiz Anna Mariya. O, mana. Xo'sh. Anu YouTube uchun room tur qilmadim. Sababi bunaqa zo'r anaqa emas, nima edi? Gostinitsa emas, dahshat. Dahshat nima kerak o'zbeklar uchun? Yotsa uxlasa bo'ldi-da. Biz uchun shunisi muhim. Xo'sh. Bizani gostinitsamiz mana bu bo'lsa, Anna Mariya. Xo'sh, mana bu yerdan shundoq yuramiz. Уже plyaj. Xo'sh. Yana yaxshi tomonlari bu Adler, Sirus shahri Sochiga qaraganda tekislikda joylashgan ekan. Ana mana bunaqa neto joy degan. Dada ketdik. Xo'sh, endi bu yerdan plyajga tushamiz. Xo'sh, bizlar uchun mana bu pastdagi yotadigan anaqalar kerakmi, kerak emasmi o'zi?
Men uchun masalan kerak emas. Shunday sochiq to'shayman, yotaman yotmoqchi bo'lsam. Bu ham pul ekan, masalan, u pul, tapchanlar pul. Lekin eng zo'r tomoni plyaj hammasi tekin, 100% tekin. Xo'sh. Mana bu hovlisi. Ikkita komnata. Vanna, tualet. Hamma sharoit bor. Konditsioner, televizor. Boshqa nima kerak biz uchun? Soat deganiga zavtrak. O'zimizga mana shu narsalarni oldik. Tekin bo'lar ekan. Xo'sh, velikchani oldik. Priroda nima deyapti? Xo'sh, veligimiz soati 400 rubl ekan. U degan 66 ming so'm. O'zimiz pulga kuniga olsak bo'lar ekan. Bu где-то 4 soat pulni to'lar ekanmiz. Yo'q, bizlar kuni bilan minishni xohlamadik. Sotayotgan odam aytayapti, balkim biron joyda choy ichishlaring mumkin, bir kunga olaversalar yaxshiroq bo'ladi. Yo'q, bizlarga asti qilaydi. Bizga unaqa uzoq vaqtga kerak emas. Yo'ni boshini bitta ko'rib kelsak bo'ldi degan maqsadda oldik. Men charchadim dedi. Bu yoqqa oxirigacha bormaylik dedi. Eng oxiri ekan. Bu tomonlar Abxaziya dedimi, shu tomon ekan. Adler shahrini Sirus degan joydamiz. Adler. Kelmoqchi bo'lganlar Adler deb kel. Ha, ketdik dedi. O'tsa bo'lar ekan, granitsa uzoqroqda menimcha-da. Xo'sh, endi pastki tomonning oxirigacha borib ko'ramiz. Qani nima bor ekan. Hamma mazza qildi. Cho'milish plani obeddan keyin soat 1-2larga suvga tushmoqchimiz. Bizlar ham bir cho'milik, shuncha keldik. Xo'sh. Hozir bu yoqqa kelib otelga joylashganmiz. Zavtraklari ham zo'r ekan. Короче, hamma narsa joyida, faqat bitta muammo bor. Internet. Faqat shu muammo. Bitta asab tuzadigan narsa internet muammo ekanda. Shu asabimni buzyapti. Qolgan hammasi joyida. Boyagidek hamma joyda bitta kamchiligi bo'ladi-ku. Hammasi zo'r bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Xo'sh, hozir Olimpiyada bo'lgan stadionga boramiz. Olimpiyskiy park. O'sha tomonga qarab o'tamiz. Nimalar bor ekan? Peshkom yursa bu charchatadi bu. Juda katta joy, oxiri yo'q. Dadam orqada kelyapti. Dada, tezroq haydang. Xo'sh, bu tomonimiz dengiz, bu tomonimiz polni gastnitsa, bo'lay battar uy, dacha, mana shunaqa joylar. Lekin zo'r joyda joylashgan ekan. Rossiya ko'p joyi bunaqa cho'miladigan plyaj bo'lmagani uchun butun Rossiyadan kelar ekan. Mana shahar. Mana dedim. O'zimcha blogerlik bilan shug'ullanyapman. Xo'sh, hozir bitta joyga kelib qoldik. Sizlar bilan ko'rsatkim keldi sizlarga. Mana. Vay. Mana. Kemalar yuribdi.
Mana shunaqa joy bo'lsa. Ha? Odamlar mazza qilib cho'milyapti. Biz ham cho'milamiz endi. Ruslarda bir zo'r narsa bor. Mana o'zing bu yoqda kassa bor, mana masalan, urib beradigan kassa bor, mana yoqda kassa bor. Mana o'zing urib olgan narsalaringni hisoblab ko'rsatmay ketaversang ham bo'ladi. Ishonadi chunki bu. Ishonchi zo'r mana. Aka urib o'zi to'lab, mana paketda olib ketyapti. Biz bu yoqdan olamiz. Oyoqda ichib oldim, joy izlayapmiz o'zimizga. Voydod, ana. Uchirib beryapman bular. Yomon muzlaydi. Ha? Уважаемые отдыхающие, принято решение, детское купание закрыто. Пожалуйста, выведите всех детей из воды. Почти yotishga necha. Mana qadrdonlar, xudo xolasa, plyajda cho'milib chiqdik. Plyaj odam vaqti mazza qildi. Eng mazza qiladigan joyi mana salgina shamol bo'lish kerak ekanda. To'lqin mana bunaqa o'ynagan vaqtida suv 1 metrlar ko'taradi, tagini sizni qirqoqqa qarab aniq qiladi. Nima deydi, suradi sizni o'sha kayf. Faqat yomon tomoni,
shu suvi faqat sho'r ekanda, og'ziga kirib ketgandan keyin odamni g'alati qilib qo'yar ekan. Kelish maslahat beraman. Plyaj tekin, bemalol mazza qilib, cho'milib, nimadir olib kelib yeb turin, bemalol dam olsa bo'ladi. Qani ketdik, yana qolgan tomonlarni ham ko'ramiz. Xo'sh, quyosh qanday turibdi, quyosh? Dadam ham oxirgi payt video cho'p ketadi-yu. Hozir shaxsiy video uchun meni polni syomkalarga yordam beryapti. Urgan qoldi hozir qo'llar kelishib. Endi dadam krevetka yekityapti. Krevetka bu qichqishbaqa. Hozir mana bu yerdan kiramizdagi krevetkaga yeb ko'ramiz. Krevetkaning mazasi qanaqa bo'lar ekan? Biz ham yeb ko'rmaganmiz krevetka. Xo'sh. O'zbeklar ko'rib qoldik. O'zbeklarda ko'p ekan o'zbeklar ham. Faqat o'zbek mashina yo'q ekan. U 2 kundan beri biz ham mashinamiz ko'ryapti ekan. Samarqandlik bolalar. Samarqanddan nimaga kelgan ekan deb ozroq qiziqibdi. Xo'sh, samarqandlik bolalar Abxaziyaga borishimiz maslahat berdi. Xudo xolasa Abxaziyasiga ham boramiz. Xo'sh, mana bu joyda krevetka sotadigan joy. Atmosferani ham cho'tka qilib qo'yibdi. Hal bozorlarni aylanamiz. Mana bu tomon polniy bozor. Mana bizda krevetkalar. Qo'ziqorini yeb ko'ramiz. Keyin krevetka yeb ko'ramiz. Xo'sh, mana krevetkamiz keldi. Hozir narxini keyingi videoda aytib o'taman. Davomida. Qandaylar ta'm? Yaxshi baror. Choy ham keldi. Qadrdonlar, uncha maslahat bermaymiz. Krevetkani, qisqichbaqani. Ozroq olib yeb ko'rsa bo'ladi-da. Endi proba uchun yeb ko'rsalaring bo'ladi. Unaqa bitta onglar, bitta ko'p emas. Ta'mir g'alati narsa bo'lar ekan shunday. Hidlasalaring bo'ya. Suvda hidi kelamay, boshqacha narsa-da, короче. O'shaning uchun bular bitta yesalaring bo'ladi. Qolganlari zo'r ekan. Baliq, qo'ziqorin, go'shtli ovqatlar, ular zo'r. Baliq. Kechki sayrga chiqdik, xudo xolasa. To'g'rilab olik sumkalarimizni videoga chiroyli chiqish uchun. Xo'sh, mana bunda uchmoqchimiz. Oydod bir 200 metrlar bor. Dadam 300 deyapti mana. Mana ketyapti. Hozir. Chiq qani. Ana. Mana bu tomoni vashim baland. Shahar top toza. Hamma yo'l beryapti. Xo'sh, kirish qaysi tomondan ekan, dada? Ertaga xudo xolasa yangi joyga boramiz. Xo'sh, gostitsani o'zi 2 kunga olgandik. Bo'ldi, ertaga 2-kun. Ertaga chiqib ketamiz. Hamma chakyapti. Bunaqa yomon ko'p ekan, lekin yomon kerak ekan mana bu narsada yurish uchun. Chunki yuriladigan joy ko'p. Xo'sh. Bitta parkka kelyapmiz hozir. Bu ko'rsatgan joyimni u tomondan kira olmadik, u tomondan. Bu tomondan kirish kerak ekan.
Osheniyani ham zo'r qilib qo'yibdi. Orqamdagi qanday orqamdagi? Bu ham zo'r. Xo'sh. Sochida, aynan Sochi emas, joylari ko'p ekan. Masalan, hozir bizda turgan Sirus shaharchasi ham Sochida juda ko'p parklar bor ekan. Hamma joyda park. Masalan, bizda Samarqandda bitta Chorniy park bor-ku, bo'ldi. Borsam Chorniy parkka borasan, ma'lum o'chasan, bo'ldi, tushasan-ki, yo'q, bu yerda u yoqda ham park, bu yoqda hamma joyda park. O'rislar yashashni biladi. Xo'sh, mana kirish joyi. Sochi park. Endi sizlarga qiziqmas-ku, qachon ochilgan, qachon paydo bo'lgan degan narsalar. Maqsad mana shunaqa aylanish kerak, tamom. Kim yasagan, kim qurgan, uni ahamiyati yo'q. Xo'sh. Biz bu orqadagi parkka kirmaydigan bo'ldik, attraksionga. Bitta odamga 3300 rubl ekan, o'zimiz pulga 550 minglar atrofida. Soat 10 gacha ishlar ekan. Soat hozir 7 bo'lyapti. Ichidagi hamma attraksion tekin ekan. Unga 550 ming to'lab unga kirgancha hammasidan ucha olmas ekanmiz. Ertaroq kelib turing, kuni bilan uchsa bo'lar ekan. Shuning uchun park atmay bo'ldi. Magazinlar tomosha qilyapmiz. Mana qarab ko'raylikchi. Nima bo'lar ekan? Hamma narsasi ichida ekan parkda. Bir 15 taga yaqin attraksion bor ekan. Hammasi tekin. Lekin bir tomondan shuni ham zo'r qilib qo'ygan. Bir chiqib kelar ekan, endi qaytib tushib ketar ekan, past uchqan bo'yicha. Yo, boshqa rangi boshqacha-ku uni. Rasmchilar shu yerda ham bor ekan. Kart ekan. Narxini so'ramadim. Narxini. Endi juda ham detskiy bu. So'ragim ham kelmayapti. City Mishka. Hamma joy ovqat. Onlayn bilet tasayam bo'lar ekan bu yerlarda. Hech kim yo'q mana. Kiringlar deyapti. Lekin gashishani boplab qurib qo'yibdi lekin. Sizda bu bor. Me'moram gashisi. Hali ham baqiryapti uni. Ana ko'tardi. Ketdi, kiring dedi.
Xo'sh, soatimiz 9 bo'lyapti. Hamma ko'chada mana. Bu tomonda shuncha odam. Mana bu tomonda shuncha odam. Xo'sh. Bu nima dedi? Pishiriqlar. Çay. Çaydan olib ketsak bo'larmikan? Nima chay? Har xil choy bor-da. Tropический choy. Почему она не знает, как я только что говорила, 3 дня рыдала. А, разные. Там разные. Поближе показать? Потом Hı? Choydan olishimiz kerak ekan. Kukuruz mu? Şuna. Кисленый. Marmeladnik всегда. Dedi. Xo'sh, mana bunaqa so'kma bir baliqlaydigan joyga keldik. Mana smuzi degan narsani ichib ko'rmoqchimiz. Yog'ini bilmayapmiz nimaligini. Hozir tayyorlab beradi. Qani ko'ramiz nima ekan. Ta'min etamiz hozir. Xo'sh, o'zimiz pulga 132 ming. Birincisi tayyor bo'ldi. Endi ikkinchisini. Молодые. Ta'min ichib ko'ramiz. Zo'r narsa ekan lekin. 132 ming arziydi. 132 ming bo'ldi ikkovi. U malinani ta'mi, bu mango, bavoy battar. Короче, cho'tki narsa.